Sizningcha nega aynan Nilufar ismli insonlar hayotning eng og'ir sinovlaridan keyin ham hammadan ko'ra go'zalroq gullab yashnashadi? Ushbu ism qadimiy fors va sanskrit tillaridan kirib kelgan bo'lib, suv nilufari, ya'ni lotus ma'nosini anglatadi. Bu shunchaki o'simlik emas, balki loyqa suv ichidan chiqib, birorta dog'siz, pokiza holda quyoshga intiluvchi hayot ramzidir. Psixologik portretiga ko'ra, nilufarlar nihoyatda moslashuvchan va estetik dida yuqori shaxslardir. Ular har qanday qiyin vaziyatda ham o'z nafosatini va ichki xotirjamligini saqlab qolish qobiliyatiga ega. Lekin ularning eng katta dushmani haddan tashqari ichki perfeksionizmdir. Nilufarlar ko'pincha boshqalarning muammolarini o'ziniki kabi his qilishadi va bu ularning hissiy charchashiga sabab bo'lishi mumkin. Siz bilmagan sirli fakt, nilufarlar tashqaridan sokin ko'rinsalarda, ularning ichki dunyosida ulkan ijodiy vulqon va mustahkam iroda yashiringan. Ular sadoqat masalasida murosasizlardir. O'zining borligi bilan atrofga nur va poklik ulashadigan Nilufar ismli eng yaqin insoningizga ushbu videoni yuboring. Paket shopdan ulgurji xarid qiling.